İki xonalini eng zo'r planirovkani birini sizga taklif etmoqchiman. Manzilimiz Yunusobod 2-kvartal Aziya Allianz bank yonidan kirib kelganingizda metro 2 qadam, bozor, universitet, infrastruktura lokatsiyasi prosta zo'r. Bu uyimiz 63 kvadrat 2-qavatda joylashgan 4 qavatli domimizda bu spets eng zo'r planirovkalardan bo'ladi. Hozir sizga planirovkani tushuntirib o'taman. Uyga egalari 73 ming $yaxshi so'rashyapti. Albatta kelishadigan joylari bor. Mana qarang, asosiy podyezddan kirish eshigimiz, kirishimiz bilan chap tarafimizda bizda sanojxonadan birinchisi bizda hojatxona bo'ladi. Va bu planirovkada mana prixushkan kattaligini ko'rsatib bo'ladi. Mana bu devori 60 bo'ladi remont qilmoqchi bo'lsanglar. Bu yoqda stroyni eski planirovkada prixushka shkaf yasatilgan va bu yoqga kiradigan bo'lsa bizda birinchi spalni xonamiz bo'ladi. Bu planirovkalarning o'zi bez remont mashinaka 72-73 sotiladi. Remontliklari уже 90 mingga yaqin bo'ladi. Bu yog'imizda esa bizda ikkinchi xonamizda zalimiz bo'ladi. Balkon bilan oraliq ochilib, zal bilan balkon birlashtirilib, uzunasiga bir salkam 8 metr bo'ldi. Xo'p, keling, endi bu yoq taraf bizda alohida oshxonaga yo'nalishimiz bor va shu yo'nalishimizda bizda sanuzillardan ikkinchisi bu hammomimiz bo'ladi. Bu yoq tarafimiz bizda oshxona stroyli mebeldan yasatib qo'ysak, endi bu hozir o'rtacha sredniy remontsiz ham tamom bo'ladi. Akvaramlari bor. Planirovkasi zo'r, kvadraturasi 63 kvadrat, lokatsiyasiga gap yo'q, qavat ham Korolevskiy. Telefon raqamlari aloqaga chiqib turasiz. Uyimizda planirovkasi yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'yasiz.